Doktor hamda yuqoridami so'zingiz dedingizmi shu Trump faqat mesela Xitoyga eng ko'p savdo jengi urushi eng ko'p Xitoy bilan tirkishyapti. Buningda faqat uningga bevosita qo'yibli qolmay balki o'zining ittifoqdoshlari va boshqa Sharq Janubiy Osiyodagi davlatlardan tortib Xitoy bilan savdo qilayotgan bularga ham besim ishiltib Xitoyning tarafdan bo'g'yotdi hamda bu yerda. Masalan shu Yaponiyaninki nimasi mesela Xitoyga selayotgan mablag'i shu savdo urush boshlanib qisqa vaqtning ichida %60% azayganligi va shu 3-chi oydagi nurg'unlagan biz bergan xabarlardami chet el mablag'ining nurg'un shirkatlarninki Xitoydan jiddiy shaklda chiqib ketayotganligidan iborat nurg'un xabarlarni berdik. Bundan keyin hozir avjiga chiqqan bundaq bir paytda masalan nurg'un texnik bu avjiga chiqishi mumkin hamda. Bundaq bir tarafdan bo'g'ish, bundan keyingi Xitoy dunyoning har qaysi yerlik nurg'un shirkatlarning Xitoydan ayrilishini tezlatamdi. Bundaq bir ahvol bo'lgan vaqtda hattoki iqtisodiy jihatdan bir tarafdan bu masala va ikkinchi yana bir tarafdan qarasangiz mudofaa jihatdami Amerika masalan mayli Filippin bo'lsin, shu mudofaa ministrlari Yaponiyaga bordi. Xitoyga qarshi tang bevosita shu birlikda turishning inta muhimligini ta'kidladi shu ayni ichida yuz bergan ziyoratlarda. Bu hamda oldimizgi kunlarda yana Xitoyni qandaq bir narsalar kutyapti deb qaraymiz hamda. Bence bu Asya'ga qarta ya da Asya Tinch Okyanus yoki Hindu bu Pasifik stratejisini o'zgartmaydi deb o'ylayman. Çünkü bu Amerika Mudofaa Ministerliğininki bir planı. Hem de bu Trump'ın şu Mudofaa Ministerliğininki planlarına boysunğanda görünüyordu. Birkaç misalını versek, saylamdan evvel şu Amerika'nınki Suriye'deki ermilerini haytıp ekilimiz. O ulanınki işimiz bilen nima alakası var digeldi. Saylamdan kinla sual yanı geldi, muhburlar yanı sordu, okşaş sualını. Bu da deydi bizninki harbiylerinki özününki planları bakken. Degen gep hem de Amerika ermisi Suriye'den çıkmaydı degen gep. Ötken heplerde mi şu Amerika'nınki Xitay'nın Tayvan'a navada hücum kıpkasa Amerika nemiş kılıdı degen mahfi bir can kılış planını Washington Post degen gazet bunu paş kıldı değil yani. Bu 9 betlik bir hücretke aslında toluk hücret emez de oylayman. Yani Xitay Tayvan'a hücum kılgan takdirde Amerika bir tedbir ilişkininki planı yani. Bunun da tepsili planlarının kısmı yok ama mavu ramk şeklinde planları var. Yani Xitay'ın Tayvan'a hücum kılış niyetini başta tok tutuş için bu rayondaki harbiy gücünü güçlendiriş. Navada can başlap kalsa Xitay bile bu rayonda bir can kılalışışınki gücünü güçlendiriş degandek bir plan. Hem de biz görüyatımız Amerika şu Filipin'de nurgun şu nime portlarını kiraga aldı. Bir yerde deniz piyade ermisini bir yere yerleştirip oldu. Ondan kim bu Japonya'nınki cenub taraf şu Okinawa rayonlarınınki hava bazılarında mı harbiy gücünü güçlendirdi. Ondan kim Asya Pasifik ermisi deydiğim bir ermi var. Bu ermininki seviyesine yani başta komutanlar tüven seviyedeki generallardı. Hazır o generallarını yükseltti. Yani ikinci, üçüncü yükseltip generalınki seviyesini yükseltiş diyen gep ermiye belgen yani 6. 7. filo degen
bu armiyaga ahmiyat berdi degan gap. Sonini ko'paytiryotdi. Ondan keyin bu Osiyo Tinch okeanosdagi kuchining markazini Guam degan bir orolda qurdi va Amerikaning eng ilg'or qurollar bilan, ya'ni texnologiya eng yuqori bo'lgan qurollarni ashaga yerlashtirib tayyor bo'lyotdi. Demakchi bo'lganim, ya'ni mayli Shimoliy Koreyada, mayli shu Janubiy Sharq Osiyoda ya da uchuq degan vaqtida Janubiy Xitoy dengizi degan dengizda bir masala chiqib qolsa, ya da Tayvanda chiqib qolsa, shu kuchlar hamman jangga kiralaydi degan gap. Demakki bu siyosat hozirgacha o'zgarmadi. Ya'ni bu nishonida yig'ib kelsak, yana shu Xitoy. Xo'sh. Shuningdek bu iqtisod, tijoratdami, texnologiyadami nishoni Xitoy. Mao mudofaa jihatda, xavfsizlik jihatdami nishoni yana Xitoy. Bu siyosat o'zgarganligini men ko'rmadim. Aksicha shu Amerika Mudofaa Ministrligi planlarini qurib, maxfiy planlarini uni balki Xitoy tuysun deb chamdurmay sizdirdimi gazetlarga, matbuotlarga. Shunga bu Trump'ningki maqsadi tijoriy ya da savdo urushi deb ko'rinsimi, aslida strategik jihatda yanada shu harbiy jihatdan, mudofaa jihatdan, xavfsizlik jihatdan Xitoyga bir besim ishlatishmi, bir ochiq oshkor bir shaklda o'tirdi ko'rinyapti.